Hurmatli yurtdoshlar, maniki Samarqand viloyati Narpay tumani Mirbozor shaharchasi Salovat mahallasi, Salovat ko'chasining yonida Mirbozor MCJning hududiga kirmaydigan yerdan bizlar tadbirkorlik maqsadida qurilish qilganmiz. Bizlar endi 2014-yillardan beri faoliyat qilamiz, egallab. Bu shlagbon qo'ygan mana qaysi asosga ko'ra yo'lga, mahalla yo'liga. Mana bu yoqqa ham shlagbon qo'ygan. Menimcha bu mahalla Mirbozor MCJning hududi. Mana ikkinchi ko'rsatilgan mana shu ko'rsatilayotgan shlagbon. Ana bu taraf emas. Ana bu tarafda Mirbozor MCJ hududiga kirmaydi. Xo'sh, shuncha tadbirkor bor meniki. Endi bu shaxsiy fikrim, bu yerlarni egallab, hududiga kirgizib, xususiy mulkka kirgandan keyin Mirbozor MCJ xohlagan shartini qo'ya oladi. Xohlagan pulini qo'ya oladi. Xohlasa bu yerda buzib, qayta qurib, kerak bo'lsa qayta sotishi ham mumkin. Endi birinchi o'rindagi menimcha, birinchi o'rindagi Mirbozor MCJning maqsadi Yevrozabor qilib o'z hududiga kirgizish maqsad bo'lyapti. Shaxsiy fikrim. Shu masalada tegishli tashkilotlardan rasmiy munosabat, qonuniy chora ko'rishni so'raganman. Bizlar ham 937-sonli qonun ijrosi doirasida huquqlarimiz xatlovdan o'tishi, e'tirofga kirishi, u e'tirof etilishi, etilmasligi boshqa masala, xatlovdan o'tishini so'raymiz. Xatlov qilsin. Xatlov qilmasdan turib Mirbozor MCJni qilayotgan bu Yevrozabor, ya'ni beton devordan qilayotgan ishi bizlarni mulkimizga daxl qilmayaptimi? Nima deysizlar? Nimada fikr bildirasizlar? To'g'risini aytsam, shu masalada 1 yildan beri bosh qotiraman. Nima bo'ladi joyimiz? Kelajagimiz nima bo'ladi? Tadbirkorligimiz nima bo'ladi deb juda qattiq xavotirdaman. Prezidentimiz tadbirkorlarning yo'lini ochib qo'yish kerak, sun'iy to'siqlarni olish kerak deb turgan bir vaqtda biz o'rta nimadagi tadbirkorlar, kichik tadbirkorlar, bir katta tadbirkorni nima edi, manfaatlari yo'lida xizmatkor bo'lib qolmaymizmikan?